Assalomu alaykum azizlar. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Bugun yana bitta zo'r mavzu bilan, Xudo xolisa sizlar bilan video olamiz. Nobog'da mikrofonda har xil ovozda eshitib qolish mumkin, yosh bolaning ovozlari. Farzandimiz shu yerda bo'lgani uchun oldindan uzr so'raymiz. Bugungi mavzuyimiz tarbiyaga vaqti yo'qlar uchun. Ya'ni farzandimizni tarbiya qilishga vaqti yetmayotgan insonlar uchun ikkita narsaga vaqti yetmayotgan bo'lishi mumkin. Birinchisi bu tarbiya haqida o'rganishga. Rahim School videolarini o'zini qarab chiqsangiz, biz qancha video qildikda tarbiya haqida. Bularni ko'rishga ham hammasiga vaqt kerak. Bular bo'yicha amal qilishga ham vaqt kerak. U ko'pi har xil kitoblardan tayyorlangan. Tarbiyani o'zida qanchalab metodika borda, Piagetning metodikasi bor, Vygotskийнiki bor, Montessoriniki bor, o'zimizning milliy o'zbek tarbiyasi bor. Ya'ni juda ko'p usuldagi tarbiyalar bor. Hammasini o'rganib chiqib, qaysi biri yaxshiroq bo'ladi? Ota-onam ishlatgan usulni ishlataymi, dadam ishlatgan usulni ishlataymi yoki mana bu kitobdagini ishlataymi, yo adam gunishloq qilganimni ishlataymi? Hammasida ikkilanamiz. Qaysi birini qilgan yaxshi? Vaqtim bo'lmasa nima qilishim kerak o'rganishga? Bu bir. Ikkinchidan, bolani o'ziga vaqt ajratishga kam bo'lsa-chi, biz ishlayotgan bo'lsak-chi, farzandimiz ko'p bo'lsa-chi, yoki bolalarimiz ham kam konishayotgan bo'lsak-chi, bolalarimiz suv maktabda bo'lsa-chi, unda nima qilamiz? Mana shuni bugun gaplashamiz. Ya'ni farzandimiz uchun kam vaqtimiz bor, lekin tarbiya qilmoqchimiz. Nima qilsak bo'ladi? Bundan oldin, buni aytishdan oldin bir nechta narsani gaplashib olishimiz kerak. Birinchisi, o'zi tarbiya degani nimani tushunamiz? Nima bu? Odobmi, madaniyatmi, odatmi? Ya'ni bola ko'ksini qo'liga qo'yib, "Assalomu alaykum" deb turishi tarbiyami? Ertalab turib, vohli o'zi bilib ishini qilib, maktabga ketib, kechqurun kelganda uy vazifasini qilishi tarbiyami? Yoki kitob o'qishi har kun o'zi xohlab tarbiyami? Yoki ishini zo'r qilishi tarbiyami? Yoki do'ppida yurishi tarbiyami? Yoki shunchaki aka-ukasini sizlashi tarbiya? Qaysi birini tarbiya deymiz? Ya'ni biz tarbiya deganda siz men aytayotgan narsani tushunmasman, ikkalamiz bitta narsa haqida gaplashyapmizmi? Shuni birinchi hal qilib olaylik. Demak, tarbiya deganda biz nazarda tutayotgan narsa, o'tgan safargi videolarimizda Dr. Becky Kennedy'ni ta'rifi bilan gaplashdik. Bu nafsimizni yengish jarayoni tarbiya deyiladi. Ya'ni nafsini to'liq yenga olgan inson axloqli, tarbiyali inson deb atasak bo'ladi. Ya'ni kim bu nafsimiz nima? Dangasalik bo'lishi mumkin, yolg'on gapirishni xohlash, kibr bo'lishi mumkin, ego bo'lishi mumkin, shoshqaloqlik bo'lishi mumkin, ochko'zlik bo'lishi mumkin, baxillik, qizg'anish, yolg'onchilik, shunga o'xshagan nafsimizdagi kamchiliklar. Ya'ni bizni hayvoniy tuyg'ularimizni, ya'ni o'zimizni o'ylaydigan, o'zimizni vigidamiz, manfaatimiz faqat o'zi shunga qaratilgan va o'zimizni boshqa insonlardan ustun qilib ko'rsatadigan egomiz, boshqa odamlarga hasad qilishga olib boradigan tuyg'ularimiz, ya'ni sodda qilib aytganda nafsimiz va o'sha hayvoniy qismimiz. Mana shuni yenga olish jarayoni yoki yengishni bolamizga o'rgatish, bu tarbiya qilish jarayoni. Bolamiz o'tgan safar o'sha Kennedy'ning kitobini ta'riflayotganda, linkini tashlab ketamiz. Biz gaplashdikki, bola nafsi yetuk bo'ladi. Hissiyotlari yetuk bo'ladi. Lekin aqliy tomondan yetuk bo'lmaydi. Ya'ni bola bir narsani xohlarkan, rostdan xohlaydi. Bir narsani yolg'on gapirarkan yoki maqtanarkan, unda tabiiy bu narsa bo'ladi. Lekin aqli bilan uni hali bosishni bilmaydi. Mana shu narsani o'rgatish tarbiya bo'ladi. Mana shularni o'zida singdirgan odam tarbiyali bo'ladi. Biz o'zimiz nazarda tutayotgan terminlar orasida. Ya'ni kim? Bir insonim o'zidagi maqtanchoqlikni, yolg'onchilikni, yomonlik qilishni, bir narsani bir odamdan olib qo'yishni, hislatlarini qancha bostira olgan bo'lsa, shuncha tarbiyali bo'ladi. Qancha odam kibrini bostirsa, shuncha boshqalarni hurmat qiladi. Hurmat qilgandan keyin bir odamni ko'rganda assalomu alaykum deb salom beradi yoki o'tirishga joy beradi o'zidan yosh kattalarga. Bu endi tarbiya tashqariga ko'rinishni boshladi. Tarbiyani tashqariga ko'rinadigan elementlarini biz odob deb ataymiz. Ya'ni odob bu boshqa odamlarga ko'rinadigan tarbiyani elementlari. Ya'ni odobli odam o'z-o'zidan odobli bo'lmaydi. Faqatgina u tarbiyali bo'lgandan keyin odobi ko'rinadi. Endi madaniyat nima desa, mana biz aytishimiz mumkin, masalan uchun do'ppi kiyib yurish yoki salom berish bu madaniyatdan emasmi? Yo'q, salom berish bu tarbiya. Uni salom berishga sabab bo'ladigan narsa tarbiya. Ya'ni odamni hurmat qilyapman, siz mendan yoshingiz katta, men sizni borligingizni bilyapman, xush kelibsiz deb salom berish, ya'ni o'zidan boshqa odamni baland ko'rish, teng ko'rish, bu tarbiyadan. Mana shuni yuzaga chiqarish, salom berish odob. Endi assalomu alaykum deb kimdir salom beradi, to'g'rimi? Yoki kimdir xush kelibsiz deb salom beradi yoki boshqa tillarda boshqacha berilishi mumkin. Mana bu endi odat. Misol arablarga borsangiz, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuhni ham qo'shib aytadi. Yoki ba'zi davlatlarga borsangiz, boshqacha o'zini tilida salom berish mumkin. Misol ruslar здравствуйте deyish mumkin. Bu endi
o'sha millat, o'sha xalq nimaga o'rgangan degani, ya'ni doimiy bir ishlarni takror qilishi xalq darajasida madaniyat degani. Madaniyat o'zi shahar so'zidan olingan, madina ya'ni shaharlashuv degani. Ya'ni shaharda qilgan odatlar bo'ladi. Mana shu odatlar odamlarga singib ketadi. Qanaqa ko'rishamiz, qanaqa ovqatlanamiz, do'stlarimizga qanaqa muomala qilamiz, ustozlarimizga qanaqa muomala qilamiz, hammasini yig'indisi bo'ladi. Mana shu yig'indi bizda madaniyatni beradi. Demak, biz hozir tarbiyani, odobni va madaniyatni ajratib oldik. Madaniylashuv jarayoni ham tarbiya. Chunki juda ko'p madaniyatdagi narsalarimiz, misol uchun o'zbeklarda madaniyat bor. Uyga kelgan kishi, yosh bola misol uchun yoki kelin bo'lishi mumkin, oyoq kiyimlarni to'g'irlab qo'yadi. Bu bizda madaniyatimizga singib ketgan yoki sipirga turgan bo'lsa yotqizib qo'yamiz. Bu ham madaniyatimizda bor. Ya'ni bu odat bo'lib ketgan, kollektivniy odat, ya'ni jamoaviy odatlarni biz madaniyat deymiz. Nimaga qilyapsan desa, buni tushuntirib bera olmasligimiz mumkin, lekin asli uni tagida tarbiya yotadi. Boyagi sipirga qiyshaymasin, eskirib qolmasin, uchi qiyshayib qolsa sinadida, chunki o'simlik-ku, keyin sipira olmaydigan bo'lib qoladi. Oyoq kiyimi to'g'irlab qo'yish, chiqayotgan odam qiynalmasin. Ya'ni men bu odamga yaxshiligim tiysin, foydam tiysin deb turib, tarbiyali odam mana shuni to'g'irlab qo'yishi odob bo'ladi. Demak, tarbiya nimaligini gaplashdik. Endi mana shuni bolamizga o'tkazishimiz kerak. Ya'ni bizda ma'lum bir ko'nikmalar bor. Mehnatkashmiz, intizomlimiz, voqli turamiz, deylik yolg'on gapirmaymiz, ishimizni zo'r qilishga harakat qilamiz, do'stlarimiz bilan aloqamiz zo'r, qarindoshlarimiz bilan aloqamiz zo'r. Mana shuni bolalarimizga o'tkazmoqchimiz. Mana shu jarayon tarbiya jarayoni deyiladi. Ya'ni o'zimizdagi bor narsalarni yoki o'zimizda bo'lishini xohlagan narsalarni farzandlarimizga, nevaralarimizga o'tkazish jarayoni tarbiya deyiladi. Xo'p, endi metodikalar ko'p. Juda ham ko'p har xil usullarni gaplashdik. Mana o'tgan safar ham BKD bo'yicha, Kennedy bo'yicha 2 xil metod gaplashdik. Undan oldingi videolarimiz bor. Hammasiga qiynalib ketdim. Kitoblardan charchadim. Nima qilaman endi? Bolamni qanaqa qilib tarbiyalayman deganda biz ikkitagina oson usul aytamiz. Birinchi usulimiz bu misol bo'lish. Ya'ni farzand tarbiyasida eng kuchli instrument, eng kuchli vosita bu misol bo'lish. Olmani tagiga olma tushadi deyshadi. O'rini tagiga o'ri tushadi. Biz bolamizni nimani shakllantirmoqchimiz? Ko'p kitob o'qisin deyapmiz, bolamizni bo'ldi, qo'limizga kitob olaylik deb o'qishni boshlaylik. Bolam rost gapirishni boshlasin demoqchimizmi? Bo'ldi, bolani oldida rost gapiraylik. Telefonimiz jirillab qoldi, uydamiz. Ha, men hozir yo'ldaman dediga. Bo'ldi, bolamizga rost gapirishni o'rgata olmaymiz. Chunki bolamiz yolg'on gapirish mumkinligini va uni otasi yoki onasi yoki bobosi yolg'on gapirayotganini ko'rib turibdi. Maktabimizda bitta case bo'ldi bizani. Bir bobo desak bo'ladi. O'z o'quvchisini biz maktabimizda olib qolmoqchi bo'ldi. O'quvchini biz ketkazishga qaror qildik. Chunki boshqa bolalarga yomon odatlar o'rgatyotdi. Boshqa o'zini aytganiga kirmagan bolalarni ustidan kulib, ularga masxara qilish, biron narsani o'g'irlash, mana shunaqa narsani o'rgatyotdi. Keyin biz bu bolani o'zgartirishga uchun uydilarini chaqirdik. Dodasi, buvisi kelishdi-da, bolamda ayb yo'q deb himoya qilishni boshlashdi. Vaholanki biz ularni o'zgartirmoqchi bo'ldik. Yo'q, bunaqa emas, o'zgartiraylik, yordam beramiz dedik. Lekinki keyin oxirida biz bolani ketkazmoqchi bo'lganimizda har xil usullar bilan olib qolmoqchi bo'lishdi. Telefonlar qildirishdi, kimlargadir murojaat qilishdi, har xil odamlarga borishdi. Ya'ni adolatsizlik bilan olib qolmoqchi bo'lishdi. Endi menda savol tug'ildi. Mana shu insonlar o'zini bolasiga adolatni o'rgata oladimi? Haqqoniylikni o'rgata oladimi? O'rgata olmaydi katta ehtimol. Chunki o'zida bo'lmagan narsani qanaqa qilib beramiz? Biz ko'zimiz jigarrang bo'lsa, kari deydi rus tilida, jigarrang bo'lsa bolamizga genetik bo'lib u o'tadi. Bo'yimiz baland bo'lsa, katta ehtimol bolalarimiz ham bo'yi baland bo'ladi. Ovozimiz yo'g'on bo'lsa, bolalarimizga ham ovozimiz o'tadi. Endi xuddi shunaqa insoniy xislatlar ham shunda ko'rib turib bolamizga o'tadi. Mehnatkash bo'lsakkina bolamiz mehnatkash bo'ladi. Bolam qattiq o'qish kerak. Qattiq o'qiganda ko'proq ishla, harakat qil deb turib, divandan turib gapirsak, qanchalik bu yordam beradi? Shuning uchun agar vaqtimiz yetmayotgan bo'lsa, eng zo'ri bu misol bo'lishimiz. Ya'ni nimani o'rgatmoqchimiz bolalarimizda? Nimani shakllantirmoqchimiz?
ishlashimiz kerak bo'ladi. Shuni ustida shuni qilishimiz kerak bo'ladi. Pedagog Soloveychik kitobida bitta zo'r misol keladi. Buni oldin ham gapirib bergan bo'lsam kerak. Bir zo'r inson bilan ko'rishdim, professor. Gap so'zi juda ham joyida, juda ham odobli gaplashsam maza qilyapman. Sizni otangiz juda zo'r inson bo'lgan bo'lsa kerak, zo'r tarbiya bergan ekan deb aytdim deydi Soloveychik. Odam aytdi, men otamni ko'rmaganman yoshligimda, deyarli gaplashmasdik. Otam menga mehnatkashlikni o'rgatdi, lekin mehnatkashlik haqida bir og'iz ham gapirmadi. Kechqurun uyg'onib ketardim. Uyqum chala bo'lib xonamdan chiqardimda, shunday yo'liga qarasam, otam kechasi xonasida dars qilib o'tirgan bo'lardi. Ya'ni ilmiy izlanish qilib o'tirgan bo'lardi. 2 gacha, 3 gacha. Mana shu chiroqqa qarab men uxlab qolardim. Mana shu chiroq meni tarbiya qildi deydi. Yaqinda Pavel Durov Twitter qo'ydi, adashmasam. Otam dedi, meni tarbiya haqida ko'p gapirmagan dedi. Lekin otam o'zi Rim tarixi bo'yicha olim edi, mutaxassis edi. Kech-kechan dars qilib chiqardi. Biror marta pora olmagan edi. Ya'ni o'zini ishini zo'r qilardi, tinmay mehnat qilardi. Otam bizga, ya'ni akasini ham aytayapti, akasi ham Telegram asoschilaridan biri, akamga va menga mehnatkashlikni o'rgatdi deydi. Ya'ni biz mehnatkash bo'lsak, Xudo xolasin bolalarimiz ham buni ko'rib mehnatkash bo'ladi. Endi mana shu yerda savol tug'iladi ota-onalarimizda. Bilasizmi, bolalarimiz bizani to'liq kontekstda ko'ra olmaydi. Ya'ni biz bolalarimizga misol bo'lmoqchimiz-ku, misol bo'lishimiz uchun unga kontekst kerak. Ya'ni biz jasoratni ko'rsatmoqchimiz, to'g'rimi? Demak, unga jasorat ko'rsatadigan momentlar kerak unga. Ya'ni o'sha joyda u yonimizda yurish kerak. Bilmayman, ishxonaga olib borishimiz kerakmi, qayerdadir yoki o'sha mahallada qaysidir hasharda ishtirok etayotganimizda turish kerakmi yonimizda, yoki mana bolalarimizga halollikni ko'rsatyapmiz. Demak, u biz bilan birga ishxonada bo'lish kerak. Bolalarimizga sabrni o'rgatmoqchimiz. Demak, bolamiz mashinada olib yurib, qizil svetoforda yonimizda turish kerak. Ko'rish kerak. Qizil svetoforda hamma signal chalib, tez yurayotganda sabr qilayotganimizni ko'zi bilan ko'rish kerak. Yoki bolamizga kitob o'qitishni o'rgatmoqchimizmi? Uyda asosan divandaligimizni ko'radi. Netflix ko'rayotganimizni, YouTube ko'rayotganimizni ko'radi-da. Biz hamma narsamiz ishxonada. Lekin olib borishimiz kerak shu joylarga. Ya'ni ko'r mana ishxonada. Men holatim mamlaqa muammolarni yechaman, mamlaqa majlislarni o'tkazaman deb turib, ana shu kontekstga to'liq kirgizishimiz kerak bo'ladi. Bolalarimizga muomalani o'rgatmoqchimiz. Demak, birga bozorga olib tushishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bolamiz bizga boshqa odamlar bilan qanaqa muomala qilayotganimizni ko'rish kerak bo'ladi. Bolamiz saxiylikka o'rgatmoqchimiz, lekin uydan turib biz kamidan kam ehson qilamiz-ku. Balkim 10 ta ehsonimizni 3 tasiga, balki 5 tasiga birga olib boramiz. Keling bola, mana shu bozor qilamiz-da, birga tarqatamiz. Mana shu narsalarni ko'rib katta bo'lgan bolaga ortiqcha so'z kerak bo'lmaydi. Chunki nima deydi? Adam shunaqa qilardilar deydi. Otalarimizni o'zimiz eslasak, kamdan kam jarayonni ko'ramiz. Ko'pincha uyda ko'ramiz, uyda odamlar dam oladi. Shuning uchun ham uyda ham ishlaydiganlarni farzandlari mehnatkash bo'ladi. Ya'ni misol deganda shunchaki uyda ham o'sha narsani qilmas, yo'q. O'sha ishni qiladigan joyimizga olib boraylik farzandimizni. Ishxonamizga olib boraylik, qarindoshlarni ziyorat qilishga olib boraylik, bozoriga olib boraylik, ehson qilayotganimizda olib boraylik. Nima ishlar qilyapmiz? Ana shularni bolamiz ko'rsin. Bolamiz uchun qilayotgandek bo'lib qolishimiz mumkin. Yo'q. O'zimiz qilib yurgan ishni ora-orada bolamizni qo'shib olsak bo'ladi. Buni yomon joyi yo'q. Ko'rib, mana onam shunaqa qilardilar, otam shunaqa qilardilar. Bu tarbiya jarayoni. Asli sartarosh ham, Novvoy ham, xirurg ham, mexanik ham hammasi shogirdini yoniga o'tkazib, mana mamlaqa qilinadi eshitib turib, bitta santimetr yurib, kilometr yurib qo'yishadi. Demak, tarbiya ham xuddi shunaqa jarayon. Ikkinchi instrumentimiz muhabbat bo'ladi. Ya'ni bolamizni shunchaki yaxshi ko'rishimiz. Yaxshi ko'ramiz, hammamiz farzandimizni yaxshi ko'ramiz. Lekin urushib qo'yamiz, yomonlab qo'yamiz. Meni oqlamading, men kutgan bola bo'la olmading deb qo'yib, bittada barbod qilib qo'yishimiz mumkin. Sendan ko'proq narsa kutdim. Ana meni dugonamni palonchi bolasi mamnaq qildi, sancha deb qo'yamiz-da. Ya'ni biz bolamizni advokati bo'lish darajasida muhabbat qilishimiz kerak. Ya'ni kim bu qanaqa bo'ladi desa, odam o'zini qanaqa yaxshi ko'radi. O'tmishdagi yiqilgan nuqtalarimizni eslaylikda, ishimiz o'xshamagan joylarini albatta o'zimizni oqlaymiz. Endi o'sha payt charchagan edim. O'sha payt esimdan chiqib qopti. Endi bo'lib turadi, bandamiz-ku deb o'zimizni oqlab chiqib ketamiz. Ana shu yerda balki bolamiz ham ba'zan, har doim emas, urishish kerak, tergash kerak, lekin oqlash ham kerak, tushunish kerak bo'lgan joylari bo'ladi. Ya'ni eshitib qo'yib, bolam bo'lib turadi, bu narsa endi peshana ekan, taqdirimiz ekan. Bu safar bo'lmasa, keyingi safar bo'ladi deb shunchaki dalda berib qo'yishimiz. Ya'ni yaxshi ko'rishimizni bildirishimiz. Nima bo'lgan taqdirda men seni yaxshi ko'raman, men seni ishonaman.
ishonaman senga. Yaxshi ko'rishimizni tez-tez aytib turishimiz. Men o'ylab qoldim, nimaga ko'p bolalarimiz, juda ko'p bolalarimiz, farzandlarimiz, maktabimizda bo'lsin, millatimizda bo'lsin, o'z ota-onasiga farzandini yaxshi ko'rishini ayta olmaydi. Men sizni yaxshi ko'raman, ada, oyi deya olmaydi. Balki men taxminim bu ota-onalarimiz ham bolasiga yaxshi ko'rishini aytmay qo'yadi. Ayta olmaydi. So'z bilan aytmaydi, gap bilan aytmaydi. Ya'ni endi mana shuni qilib qo'yarsan, uyvaysizni qildingmi, o'qigan. Bolam, men seni yaxshi ko'raman, o'tir demaymiz. O'zimiz ham, men ham. Ya'ni kamdan kam aytamiz. Shu natijasida u yoq tarafdan ham kelmaydi va bir narsa o'tgan safar Kennedy'da gaplashdik. "Hey, mana shu yig'ishtirmasdan ketibsan" deb urishamiz-ku. Bola meni urishyapti, shu yaxshi ko'rmasa kerak ota-onam deb o'ylaydi. Yo'q, ota-ona o'qigan ishini aytyapti, uni yaxshi ko'radi, lekin ishini urishyapti-da, uni nega kech qolding, ne bunaqa yolg'on gapirding, nimaga o'rningni yig'ishtirmading deydi. Yaxshi ko'rmaslikka yo'yadi ota-ona. Balki shu yaxshi ko'rmaslikdan emas. Yo'q, ishni noto'g'ri qilganidan to'g'rilamoqchiman seni degan tushunchani berish uchun ham, bolam, men seni yaxshi ko'raman, lekin mana shu qilgan ishing endi o'zingga yomon zarar olib keladi deb qo'ysak, bo'ldiydi, yaxshi ko'rishini bilardi. Mana shu, ya'ni agar ko'p vaqtimiz bo'lmayotgan bo'lsa, yuqoridagi videolarni ko'rishga ulgurmagan bo'lsak, hammamiz band insonlarmiz, kitoblar o'qishga ulgurmayotgan bo'lsak, tarbiya qilishga vaqtimiz bo'lmayotgan bo'lsa, o'zimizni tarbiya qilaylik. Nafsimizni tarbiya qilaylik, sabrli, intizomli, vaqtida ishimizni bajaradigan, ishimizni yaxshi qiladigan, insonlarni aldamaydigan inson bo'lib, avvalo harakat qilib hech bo'lmasa shunga va keyin bolalarimizga shuni ko'rsatib, shu jarayonlarni ko'rib, keyin oxirida bolalarimizga muhabbat qilsak, shu misollarimiz o'tishi oson bo'ladi. Bugun shuni aytmoqchi edik. Shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat va albatta obuna bo'linglar. Obuna bo'lsangiz, bizga shunaqa videolar qilishga yana ruhlanib, ya'ni motivatsiya uyg'onadi va shunaqa foydali videolarni chiqishi bilan xudo xolasa ko'rasizlar. Va bizda o'zimiz gaplashmoqchi bo'lgan mavzularni ko'pini gaplashib bo'ldik. Yana qanaqa mavzularda gaplashaylik? Ya'ni ota-onalarimizni ko'rayotgan qaysi mavzularni olib chiqaylik? Maktab bolalarimizda bo'layotgan. Shuni izohlarda yozsanglar, bizga ham bu ilhom bo'lardi. Rahmat, sog' bo'linglar.